faoliyatini Rossiyaning Rostov klubida davom ettiradigan bo'lgan o'zbekistonlik hujumchi Eldor Shomurodov yangi klubi safida ilk marta intervyu berdi va Don klubiga o'tish sabablari haqida gapirdi. Albatta, men uchun bu yerda bo'lish yoqimli hodisa. Rostovni nafaqat Rossiyada, Yevropada ham yaxshi bilishadi. Men Rostov muxlislarini xursand qilish uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qilaman. Men jamoaning Bavariya va Manchester United klublariga qarshi o'yinlarini tomosha qilganman. Bu o'yinlar menda katta taassurot qoldirgan. Bu Rostovni tanlashim sabablaridan biridir. Rossiya Premyer Ligasidagi hujumchilardan menga Lokomotivdagi Arining, Rossiya terma jamoasi hujumchisi Fedor Smolovning o'yin uslubi yoqadi. Jamoada ham yaxshi hujumchilar bor va ulardan ko'p narsa o'rganish mumkin, deya Shomurodovning so'zlarini keltirgan donnews.ru. Nasaf klubi yarim himoyachisi Aziz G'aniyevga Kiyevning Dinamo klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda. Bu haqda qarshiliklar ustadi Ro'za Xulberdiyev Futbol Express gazetasiga bergan intervyusida ma'lum qildi. To'g'risini aytsam, yaqinda ham Aziz G'aniyev masalasi bo'yicha Dinamo Kiyevdan qo'ng'iroq qilishdi. Ular hamon futbolchimizga qiziqmoqda va bizdan uni qo'yib yuborishimizni so'ramoqda. Lekin hozircha bu mavzu biz uchun yopiq, chunki ikkinchi davra o'yinlari yaqinlashib qoldi va G'aniyev o'zimizga ham kerak, deya Berdiyevdan iqtibos keltiradi Futbol Express. Eslatib o'tamiz, bir muncha vaqt muqaddam 19 yoshli O'zbekiston yoshlar terma jamoasi futbolchisiga Sankt-Peterburgning Zenit klubi qiziqish bildirgani haqida xabarlar tarqalgan.